Короче, shunaqa bo'ladi, xullas. Endi bitta qiziq voqeani aytib berchi. Xullas, biznes qilishimiz kerak. Biznes qilib, senishga. Ha. Boy ketishimiz kerak bo'ladi. Ertadan zalga chiqaman. Nimaga? Oshxona sovuq, uranib yotsam ham sovqotyapman. Qo'lingga nima qildi? Ha, kecha chiqib ketuvdi, tabibga borib soldirib keldim. Soldirib berdim. Qo'lingni soldirmabsan-da. Ha, Nodir, tanidingmi? $1000 olib olyapti. Qara. 300 oilasiga ketadi. 300 mashinaga ketadi. 300 bozorga ketadi. $100 ga qanaqa qilib yashaysan, ha? Shunday. Qanaqa semichka bu? Bilan. Ha, gazli. Mashu zo'r semichka. Xarid qilingan har bitta mahsulotni 1% saraton bilan kasallangan bolalarga ajratilar ekan. Shunda 10 millionta sotilsa, Qo'yingni shuni pulni hisoblamaylik. Ha, uni Abduqodir Husanov oyligini hisoblaylik zo'r. uni har kuni hisoblaymiz. Yo'q, qizig'i yo'q, lekin men semichga kayf ekan bor-ku. Ha, oila davrasida oshna-og'aynilar bilan ko'proq chaqib tursak bo'lar ekan. Ko'proq shundan chaqaylik. Davay siyosatdan gapiramiz. Amerika bilan Eron bor-ku, umuman to'xtamayapti. Mana men Amerikaga bitta nima bo'lyapti? Pesanaga lazer turibdi. Davay kellaring siyosatga aralashmasdan semichga chaqaylik. Naroqcha chaqaylik.